Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, hurmatli baliqchilar va kanalim qadrli podpischiklari. Bugun sizlarga yana bir videoni taqdim qilishga qaror qildim. So'nggi vaqtlarda podpischiklarim soni ko'payishni boshladi, kommentariyalar soni ham o'sib bormoqda. Buning uchun sizlarga alohida rahmat. Bundan keyin ham podдержка qilib qolishlaringizni kutaman. Like bosinglar, podpiska qilinglar, kommentariya yozinglar. Xo'sh, ana endi bugungi videomiz nimadan iborat bo'ladi? Bugungi videomizda men sizlarga qanday qilib, endi bu ko'pchilikka yangilik emas, asosan yangi baliqchilarga taalluqli video bo'ladi. Xo'sh, videomiz nimadan iborat? Video shundan iboratki, ko'pchilik yangi baliqchilar qarmoqni olib otgan vaqtida ba'zi bir sabablarga ko'ra yoki mana bu joy qatushgan, mana shu joy ochilmay qolgan bo'ladi yoki bo'lmasam qarmoqning uchiga o'ralashib qolib nima deydi, karmushka uchib ketadi. Leska uzilib, karmushka uchib ketadi. Buning uchun nima qilsa bo'ladi? Endi to'g'ri, karmushka arzimagan pul turadi kimlar uchundir, lekin kerakli vaqtda oldingizda bo'lmagandan keyin u ham juda qimmatli narsaga aylanib ketadi ba'zan. Buning uchun bizga pletyonka kerak bo'ladi. Основной leska va qaychi. Bo'ldi, mana shu uch narsadan hozir men sizlarga qanday qilib o'sha karmushkani yo'qotmaslik sirini o'rgataman. Yo'qotmaslik emas, kamroq yo'qotish sirini desam ham bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, men mana shu pletyonkadan ko'rsatishga qaror qildim. Endi bundan ham sifatli pletyonkalar bor. Hozir mendagi razmer 0.16-14 kilogramgacha ko'taradi. O'rtoqlar, buni iloji boricha 2.5 ishlatgan ma'qul. Kattasi ham kattalik qiladi. Undan keyin buni yana bir plyus tarafi, ko'pchilik dalniy zabrosga qiziqadi. Dalniy zabros otaman degan vaqtda основной nagruska leskaga tushmasligi uchun mana shu pletyonka bizga yordam beradi. Bu bir. Keyin yana bir holat, leska qancha ingichka bo'lsa, shuncha uzoqroq uchadi. Ya'ni dalniy zabrosga yaxshiroq bo'ladi. Demak, boshladik o'rtoqlar. Pletyonkani mana shunday holatga keltiramiz. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, montajda yaxshiroq ko'ringan videosini qo'yib ketaman. Shuni ushlab olgandan keyin leskani ichkari tarafdan kirgizamiz va o'sha pletyonkani ushlab turgan joyimizdan buni ham ushlab olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz leskani pletyonka atrofida aylantiramiz. 10 marta aylantirdim. Kimga qancha ma'qul bo'lsa shuncha aylantiradi va leskani orqaga xuddi shu dumaloq ichidan chiqaramiz. Chiqarganimizdan keyin sekin buni tortishni boshlaymiz. Imkon qadar buni leska bilan pletyonkaning orasini namlab olish kerak. Namlab olganimizdan keyin buni tortishni boshlaymiz. Va o'zi avtomatik tarzda bir-biriga ulanadi. Mana bu ulandi. Tak. Ulangan joyi. Marhamat, ulangan joyi bu. Xo'sh. Endi ularni kesib tashlaymiz. Ortiq qolgan joyini kesib tashlasak ham bo'ladi. 1 millimetr qoldirib kessak ham
bo'ladi. Marhamat o'rtoqlar. Ushbu ulangan joy va biz buni hozir qarmog'imning razmeri uzunligi 3.60 va men где-то 5 metr o'rayman. Taxminan o'rayman, albatta. O'rtoqlar, o'rashni boshladi. Pastga tushira olaman, tushib chiqmasligi uchun. Suvga sovolish kerak edi, hozir endi xonaga suv olib kirdim, kelmadi to'g'risi. Shuning uchun shuni o'zidan o'rab qoldi. Taxminan o'radim, o'rtoqlar. Taxminan o'radim va ushbu joyda kesib tashlayman. Mana ko'rib turganingizdek, sariq leskani ustidan yashil plyonka o'raldi va bu yoqqa montajni bemalol qo'yib ochishim mumkin. Demak, video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Like bosinglar, kommentariy qoldiringlar. Har qanday savolga javob berishga harakat qilaman. O'z bilim va ko'nikmalarimni targ'ib qilishda davom etaman. Hammaga xayr, yaxshi qoling.